Diqqat fuqarolarga shoshilinch xabar. Ertaga 26-iyundan boshlab O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo kuzatilishi ma'lum qilindi. Fuqarolar tayyor turing. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun like bosishni unutmang. Diqqat qiling. O'zgidromet 26-iyun kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja, kunduzi 31-33 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Havo harorati kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi, vaqti bilan o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi, deyiladi ma'lumotda. Videoroliklarimiz keng tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.